Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuimiz sports mavzusi. Speakingni rivojlantirishda davom etamiz. Sport mavzusi ham keng tarqalgan mavzu hisoblanadi. Part 1da ko'p so'raladi. Part 2da ham health haqida so'rashi mumkin. Ko'pincha shu sport, health mavzulari tushib turadi. Shularga hozir yaxshi-yaxshi so'zlarni berib ketaman. So, if you're ready, let's start. Boshlashdan avval obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu men uchun motivation, everyone поддержкani kutaman sizlardan. Let's go. Boshlaymiz. Ho'p, birinchi navbatda o'zi to'g'ri nima desam, ishlatishni o'rganishimiz kerak. Masalan, we normally use play with ball games and team sports. Biz odatda play ishlatamiz. Mana bu ko'p to'p bilan o'ynaladigan o'yinlarga, jamoaviy o'yinlarga biz play ishlatamiz. Masalan, play football, play basketball, yes. Jamoaviy o'yinlar bu. Plus ko'p to'p bilan o'ynaydi. Mana shunaqalarga biz play ishlatamiz. Keyingisi, we normally use go with activities which end in ing. ing bilan tugaydigan ing bilan tugaydigan o'sha activitylarga biz go ishlatamiz. Masalan, go cycling, yes, go climbing, ing bilan tugaydiganlarga go ishlatamiz. Keyingisi, we normally use do for individual activities. Individual degani o'sha bitta o'zi, bittalik o'sha sport turlariga biz do ishlatamiz. Do judo, do athletics, do yoga masalanda. Do yoga, yes, bitta o'zi jamoaviy emas, komandaviy emas, yes, o'shaning uchun biz do ishlatamiz. Endi mana praktika uchun hozir stop qilib videoni praktika qiling. Mana bu yerda har xil type of sportlar bor. Hammasiga bitta-bitta gapiring. Play, misol uchun badminton, go climbing, go cycling, yes. Mana shularga bitta-bitta qo'yib-qo'yib, ishlatib-ishlatib gapirib ko'ring. Chunki praktika orqali bu narsani o'zlashtirasiz. Speakingni ham shu praktika orqali o'zlashtiriladi. That's why my recommendation ko'proq o'sha practice qilish. Keyingi narsa. Keyingisi vocab bank. So let's see. Masalan, o'zi umuman speakingni gapirayotgan paytda bizga slanglar kerak bo'ladi. Native speakerlarni slanglari bor. Yes, o'sha chiroyli qilib gapirish kerak bo'ladi. Masalan, siz aytsangiz bo'ladi. I remember vividly. yoki I vividly remember deb gapirsangiz chiroyli chiqadi. Vividly deganda bu o'sha shundoqgina esimda demoqchisizda, shundoqgina yaqqol esimda demoqchisiz. Har bitta detallari, har bitta momenti esingizda qolgan bo'lsa, o'sha hodisani I vividly remember deysiz. O'sha esimda mana shunaqa qilgan paytim, esimda sport bilan shug'ullangan paytlarim o'tmishda, yes, esimda deysiz-ku. I remember emas, I vividly remember deng. Zo'r chiqadi. Keyingisi looking back. Orqaga nazar tutsak, o'tmishga nazar tutsak degani. Looking back. O'tmishga qaytsak degani. Looking back, I used to do yoga, but these days I'm not doing some kind of sport. Hozirgi kunlarda hech qanaqa sport bilan shug'ullanmayman, lekin orqaga nazar tutsak, men yoga bilan shug'ullanardim. Gapirsa ham yaxshi chiqadi. Keyingisi, if my memory doesn't lie to me. If my memory doesn't lie to me degani, agarda xotiram adashmasa, agar esimdan chiqmagan bo'lsa, agar adashmasam deymiz-ku, if I'm not mistaken ga sinonim. If my memory doesn't lie to me deb gapirsangiz ham bo'ladi. Agar adashmasam, 3 yil oldinlari men karate bilan shug'ullanardim deb gapirsangiz ham вообще zo'r chiqadi. So, keyingisi to be sporty. Sporty degani sportga qiziqgan odammi? Biz to be sporty deymiz. Sporty person. To enjoy doing sports deganda o'sha sport bilan shug'ullanishni yoqtirish. To enjoy doing sports. I'm big into sports degani judayam sportga qiziqaman. I'm big into sports. Doing sports is something that I take a lot of pleasure from. Doing sports is something that I take a lot of pleasure from degani sport bilan shug'ullansam menga ko'proq rohat beradi, maza qilaman degan ma'noda ishlatyapti, gapiryapti. Sport bu menga ko'proq rohat beradi, pleasure beradi, maza qilaman deyapti. So, davom etamiz.
Endi masalan gapirsangiz bo'ladi. Kimdir haqida gapirib berayotganda ham gapirsa bo'ladi. Masalan, one of my cousins is a sporty person deyapti. Mana qarang, sporty person. Mani jiyanlarimdan biri o'sha qarindoshlarimdan biri o'sha sport bilan shug'ullanadigan odam. Because he maintains a consistent, maintains degani ta'minlash, o'sha mustahkamlash, ta'minlash, consistent degani davomiy physical jismoniy mashg'ulotlarni ta'minlaydi davomiy tarzda and tries to be on a strict diet. Strict diet degani bu qat'iy dieta degani. Masalan, hech narsa iste'mol qilmaydi dietasidan tashqari, faqat dietaga qat'iy rioya qiladi. On a strict diet deyiladi. Okay. Do you like sports deb so'rayapti. Sport bilan shug'ullanish yoqadimi? I'm a sporty person. I really, really enjoy doing sports because the birinchi sababini berasiz, keyin yana because deb ikkinchi sababini berasiz. Zo'r chiqadi. Do you like sports? Yeah, I'm a sporty person. I really, 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 really enjoy doing sports deb gapirib ketasizda. Bo'lmasam уже speech o'xshamaydi. Nima desam, qotib qolasizda agar ishlatmaysiz. Mana stop qiling videoni ishlatib gapirib ko'ring. So, the question for you, dear viewer, do you like sports? To'xtating, javob bering. Okay, well done. Let's move on. Hop, keyingisi expressionlar, iboralar. Masalan, to stay healthy. To stay healthy degani bu sog'lom bo'lish, sog'lom saqlanish, sog'lom tarzda kechirish. Stay healthy. I try to stay healthy in these days because, hozirgi kunda o'sha man stay healthy, sog'lom o'zimni tutaman deyapti-da. To be physically strong, bu jismoniy kuchli bo'lish. To be physically strong. To take my health seriously degani o'sha sog'lig'imni jiddiy qabul qilishini, jiddiy qarash sog'lig'iga. For example, last year I gained a lot of weight, so since then I've taken my health seriously. O'shandan beri man nima deydi, jiddiy qarayman sog'lig'imga deyapti. To be out of shape degani formadan chiqib ketish, misol uchun vazn olish, formasiz formada bo'lmaslik. To be out of shape. To gain weight, to lose weight. Gain degani ves olish, lose degani tashash, ves tashash. I gain weight, I lose weight, yes. To be in good, excellent shape degani yaxshi shaklda bo'lish, yaxshi formada bo'lish. Hop. Endi qarang, mana bu yerda since, because o'rniga kelyapti. Because demasdan since ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, since I'm doing a lot of sports these days, I'm in good physical shape. Okay, because I'm doing a lot of sports these days, I'm in good physical shape deb gapirsa ham bo'ladi. Because ni o'rniga since ishlatishni boshlasangiz yaxshi bo'ladi. Chunki since kuch ko'proqda. Har doim because qandaydir bir range yo'q, oddiy bo'lib qoladi. Shuning uchun har xil qilish kerak. Xo'p. Mana bu yerda ham ishlatgan deylik. After watching a documentary film about sports, I've started taking my health seriously by being on a strict diet and maintaining a consistent physical health. Bularni nimaga qo'yganman? Misol sifatida ko'ring deb. Qaysi paytda nimada ishlatsa bo'ladi? Chunki voke bu shunchaki o'zini ko'rish bor. Misolda ko'rsangiz boshqacha. Chunki misolda ko'proq ma'nosini tushunishni boshlaysiz. O'zingiz ham keyin ishlata olasiz. O'zingiz misollar tuzib yozma bo'ladimi? Endi ko'proq og'zaki qilish tavsiya qilaman. Yozma, biz writing ishlamayapmiz-ku, to'g'rimi? Speakingni yaxshilamoqchisiz. Shuning uchun og'zaki ko'proq self talk qilish kerak. Davom etamiz. Oxirgisi bu yerda mana phrasal verblar beryapman. To try your hand at. Mana bu yourni o'zgartirib turish kerak holatga qarab. Masalan, to try my hand, to try his hand, to try her hand, yes. Ba'zilarga fraza beraman, shuni o'zini ishlatadi. Shuning uchun men bu pronounlarni o'zgartirish kerak, almashlarni, nima deydi, vaziyatga qarab. Masalan, to try your hand at degani o'zi umuman sinab ko'rish, qilib ko'rish deganida. Sinab ko'rmoqchiman, qo'l urmoqchiman deysiz-ku, sinab ko'rmoqchiman shuni. Masalan, hozirgi paytda sport bilan shug'ullanmayman, lekin men kelajakda shu bilan shug'ullanmoqchiman, qilmoqchiman degan ma'noda gapiriladi. Going to ga salgina to'g'ri keladi. Masalan, I'm not doing any sports these days, but
But I would love to try my hand at hockey, doing yoga, climbing it. I would love to try my hand. Yes, your emas, my. Nimaga? Chunki man bo'lgani uchun my. Agar u bo'lsa his hand, u shuni sinab ko'rmoqchi, masalan, u sport bilan shug'ullanmaydi, lekin u qilib ko'rmoqchi desangiz, his hand bo'ladi. Agar qiz bola bo'lsa her, yes, their. Our is ishlatasiz o'zgartirib. Keyingisi to take up degani boshlash. To take up nimadirni boshlash. Nimadir emas, ko'pincha sport va hobbilarga ishlatiladi bu. Masalan, I'm planning to take up football in the next months because I'm planning to take up volleyball in the next months because we are launching volleyball clubs in our school. Men voleybol boshlamoqchiman, chunki maktabimizda voleybol boshlanyapti, voleybol klublari ochilyapti deb gapirsa ham bo'ladi, take up. Hop, to go to the gym. Go to the gym degani o'sha sport zalga borish. Okay? Hit the gym desa ham zo'r chiqadi. Go emasda hit. Keyin build muscle. Mushaklar degani o'sha muskulalar. Nima deydi? Sportga boraverib o'sha qachok bo'ladi-ku o'sha muscle, muskulalar o'sha mushaklarda. Shularni qurish, shularni shakllantirish. To be muscular degani kuchli bo'lish. Muscular. To be out of condition. Out of condition. Out of condition bu nima deydi? Holatda, yaxshi holatda emas. Masalan, semiz bo'lib ketgan, semirib va umuman dietasiga rioya qilmasdan dabdala bo'lib ketgan. Mana shu to be out of condition deyiladi. Run on a treadmill. Treadmill bu nima deydi? Begovoy дорожка. Ruschada aytsa begovoy дорожка. Yuguradigan yo'lak. Agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, masalan, sport zalga yuguradigan yo'lakchalar bo'ladi. Shu begovoy дорожкani treadmill deymiz. Hop, to be on a strict diet. Strict diet degani qat'iy dietada bo'lish. To be on a balanced diet degani balansirованный dietada bo'lish. Balans, muvozanat. Masalan, deylik, balanced dietga kiradi, ham sog'lom ovqatlanasizda, ora-orada gazirovka ichib turadi, ora-orada fast food yeb turadi, misol uchun, o'sha balanced diet deyiladi. To eat nutritious food. Nutritious degani ozuqaga boy ovqatlar. Ozuqali vitaminlarga boy, masalan, vegetables, fruits, hammasi nutritious food. Consume dairy products. E'tibor bering, daily emas, dairy products. Dairy products bu молочный, o'sha sutli mahsulotlar. Sut, qatiq, sir, tvorog, hammasi dairy productlarga kiradi. As you see, a lot of usable vocab here. Hammasiga ishlab, praktика qilishingizni tavsiya qilaman. To'g'ri, kam bo'lishi mumkin, lekin eng keraklilarini yig'ib sizlarga beryapman. Iloji boricha bularni ishlatib, speechda gapirib ishlatib boost qilish kerak, level up qilish kerak speakingni. Men tavsiyam ko'proq gapirish. Baribir speaking gapirish orqali rivojlanadi. Xo'p, bu faylni va speaking sport haqida savollarni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Izohlarda silka qoldiraman. Telegram kanalimga o'ting. Juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni bo'lishaman u yerda. Nafaqat nima deydi, vocab, balki kinolar, seriallar, hamma narsalar Telegram kanalimda joylanadi. See you everyone. Thank you. Podдержка qilasiz degan umiddaman. Hammaga rahmat.